Sanılmazlar şu doktorxanada qaldı qarağıda yep yaşdır. Öyde pay yoxunu işiqib tuqalladın sonra işqallarımızın tapşırıp olduk. Yani 50 milyon kalmaydı iken şuna. Fukam, gapni anglab, ajab yurkam og'ridi. Nima degan bilsangiz tek yaşamasmi? Ma'qul, men akangiz kelsa dey. Parat qilsam madamga o'tib demagin degan dedi. Shu yeni nasıl o'tib izlab kelgan. Bo'pti, bizga demay kimga deytdingiz? Akangiz ishdan kelsa menda cho'qim bir amalni qildi, xotirjam bo'ling, ha Fukam. Bunda ishlab peshib kelib boqmaganikin nima qildim bilmay tamtirab qoldim. Ansirmang. Biz urug' tuqqanli biz qarab turamdiq. Cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Vay. Ha, ma'qul men hazırlab boray. Adama doktorxona bormasam bo'lmaydi, yana o'taydigan rasmiyatlar bor ekan. Ma'qul, siz ko'nglingizni yerim qilmang, xotirjam bo'ling, akangiz bir amal qildimi? Ma'qul edi. Pek ansirab ketmanglar. Voy. Ha, g'ayratma. Ha, qanday adashab? Yaxshi. Ha. Bo'ldi dash. Ben uydi ba. Ben hepsi uydu saqlab turayım, sen dash. Ha, ma'qul. Ma'qul dash, hepsi ili ko'rishli. Ben geldim. He? Keldingizmi? Oy, Berda hanım. Bek qattiq yasinibdi-ku, yana bugun bir ish bor ekanda, ha? Jon, chaqchaq qilmay menga kelgan, sizga deydigan muhim gap bor. Muhim gap bor? Ha, nima gap? Yana bir o'zik zanjiri ko'zishganda qildi, maqatim ko'zishgini azamaslik qildi, ha? Voy bir chaqchaq aralashtirmang, men sizga astoydil gap qilyapman. Ha, men astoydil anglatyapman. Voy jon, voy qarang, bizning Osiyaning singlisi oqqan kesilib qopti. Nima? Ha, bizning Osiyaning singlisi bayatin kaptigan mushu yig'lab 1000 yerdan to'kiladi bichora. Aran bezlab yo'liq sep qo'ydim deyman. Bu qiz ola İmran'dan bir 2 yaş cho'ng'u deyman. Ha. Chapir shopda. Ey, qo'pa berib keldi. Berishni borimiz, to'xtang, men yana bir gap bor. Demamsa qachuqcha. Voy, qiz bola doktorxonada ekan. Doktorxonga hozir 200 ming ko'y topshiribdi. Bu pulni butun urug' tuqqanlardan qarzabdi. Abla. Chata qopdi. Shu. Biz bularning oila ahvolini obdan tushunamiz. Manda cho'ng chiqimni ko'tarib bo'lolmaydi. Chapir shopda. Şuna o bayatin. Voy, nimada tiling chaynaysiz? Gap bo'z gach demamiz deymi? Voy, shu bizdan 50 ming ko'y so'rab ketdikan, men shu akangizga so'rab boqay degandim. Xotin. Boyniyoq tilingni chaynab gap qilmasang nima deydigando debdimi? Asiya degan bog'u Farhatning ayoli. Farhat Üzemning inisiga o'xshash. Asiyami shundoq. Manda ish qilag'u, yordam qilmay qarab, o'tag'ini olmaydi. Qo'pa oningdan bo'shangunda 50 ming ko'y chiqa, berib ko'rib kelayli. Hozirlimi? Hozirlim dedi. Qachon chiqding bu aytsa? Rahmatchi dadisi, rahmat. Rahmat deb ketgindi tafi. Hey, telefon keldi sizga. Mana. G'ayratgan.
Olmam siz? Bo'ldi, keyin olay. Boya mashina to'xtatsam telefon qilib ketgan. Ha. Men uyda desam, unda uyga boray deganda men ma'qul degandim. Aqchan uyga kelsa biz yo'q. Shuni telefon qilgan gap. Yodimiz yo'q, unutib qolib ketibdi emasmi yangi? Yey. Yolg'on cho'p qapsizda hamda. Nimiz degan bo'g'ayti g'ayrat a? Aqchan, men o'yin cho'q qilganda bergan pulni so'rab izladimki, Aqchan. U pulni tayyor qilib qo'ygandim. Lekin yerimin Osiyoning singlisini davolashga ishlatib etdik-da. Abla. Ağaynızın aldı sizni yer qartib qo'ydimi? Nimadan da'vatgan sen xotin? Nada gapni qildi ekansiz? Muhimi jonni qutqizish. O shunday. Bo'ldi, sen xotirjam bo'la, amalni uzam qilaman. Aras, Ha? kechdi ishdan tushib bir so'rin bormajmi? Allohning balli deyishib qo'ygan. Kechroq qaytib kelishi mumkin. Ma'qul. Ras. Ha? Aroq ichamsiz? Qiziq gap qilgan. So'ringa bormay turib ichmayman demdimi? Borganda bir gap bo'la. Azroq ichasizmi? Oshqoziningizning dadi bo'lgan ekan. Voy, ma'qul. Ne ma'qul? Mana. Voy, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshimi, tinchmi? Kiran g'ayrat, kiran. Voy, nim bir narsa ko'tarib жүргенsiz avvar bo'lib g'ayrat. Yo'qay, hech qisi yo'q. Azroq narsa qo'y. O'zingiz yaxshi turdingiz. Yaxshi. Arzugul balli yaxshidir. Yaxshi, hammalar yaxshi, obdan. Uzoq bo'libda ko'rishmagunlar. Ha. Imroncho, maktabga kelib ko'nib qoptimi? Imron bolam xeyli ko'nib qoldi ya. Ha. Choy iching. Rahmat. Davud bado Voy telefon qilsam olmadi. Ishdan tushib uyga kelib bo'lgan bo'lsa deb udul uyga kelishimdi. Voy, bugun bir cho'ng yig'inimiz var. Yig'indan keyin faoliyat var. Kechroq qalmi xotin ansirmanglar davatdi shu yig'inni bo'lib olamay qoldim ya. Bo'lmasa men telefon qilib boqay ya. Yo'q. Bo'ldi. Men kechroq bir kelay bo'lmasa. Sizni yana avvar qilamizmi, ha? Sart bo'ldi ya. Yo'q. Boy bizning shunmi ya? Nerede? Benim bir xotinim batum yo'q. Xotin. Xotin, Ha. Mana. Voy can, adamni. Voy Davud, nimachi mesop ketdingiz? Mesop ketdingiz? Xotin, men mesosam mush uyga tepib kelalandimi? Xudo. Ha. Men Ha bo'ldi. Gap qilmay men kirib oldim. to'xtab turay. Men bog'u baxusha. Dutanishqa. Men sana bir pet dutachib bir sen bir usloynat ber. Qachon? Makiyimning setligini. Menga kiyimni almashtirib, usul kiyimni kiyib chiqib, menga quppa men. Ha, ma'qul. Men usul kiyimim kiyib chiqay. Hozir kesh bo'lib ketdi. Qo'shnilar uxlab bo'ldi. Baka qo'shnilar anglab qolsa, men varanchurug'ni anglasa, xafa bo'lib qoladi. Qo'pan kirib qolsa, qo'shnilarni varanchurug'. Menda dutachaqnimni anglab bir xo'sh bo'lsin, xapalab qoldi. Nimaga xapal ekan qo'shnilar? G'ayrat degan bir mitiqat xapab ketibdirmish mendan taqa. Bir ozroq ichingsiz, unimgan qo'pinga. Ozroq iching. O'tira. Men qanchalik ariq ichibdiman sen bilamsan? Men senga xotin. Ha. Sen bog'u. Ha. Mening shu qanchalik ariq ichganimni shu sen
bir tedbir alsam. Ha. Mesela Ha. 50 koy mükafat verme. Qanday? Tep baqa seni. Ma'qul tep bakay 50 koy mukofot beradi. Qo'ping'a. Yes. Mush hayotingizda Imron bilan bo'lgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, nemisatchilik. Qo'ping'a. İmran dedingmi? Qani va İmran qani bu? Naketda. Ne ketdi deb maktabda mandu. Imron qanday pishirdi ama bu? Nim deydimi sarang xotin. Bu yerim kechida maktabda nima ish qiladi hozir yerim kechida o'qanda? İmran ya biraz sorun ketdimi ya? To'xtab tur, quyga yo'q boshqa men bir telefon qilib boqaymi? Vayjon, nimda jinimni chiqirdi. Qo'ping'a jinimni chiqarmay. Qo'ping'a kirib Senin yetdi. jiningni chiqarmayman, ben seni xo'sh qilay deyaptim. İşte kimden bu kişiler? Mana. Yani siz endi sorun ki. Kran gayret. Qarang mana bu bir nasıl bitibdi. Hey Davud, Bize. Davud deb. qarang kim kelibdi? G'ayrat keldi, g'ayrat. Öyle? Ha. Qaz g'ayrat kelibdi. Davut, adaş men Gayret. Sen keldin mi? Ay pulunu silip kelge oşmamıza yerim kişide. Adaş bek men söp kettin mi ya? Sen çıkışı yaptı. Hey, buldu. Mesop gittim de koydu keldik. Adaş, bugün sen çıkıcı opsa. Çıkış olsa? Sen benim kaçla küçükdüm. Sen bilemsen. Aviyatın vaxtından eğer sen benim kaçla karışını bilirsen ben sana 50 koy verirsem tapamadı bu. Sen de koy. Eğer sen bugün kaçla karışını sen tepvasan sana 100 koy verme. Oy, pek set oldu. Adaş, ne buldun mu bugün? Nima bo'lgandek turmayapman. Qiziq gibi birdan mesop qilib deysiz. Birdan jiqishib deysiz. Endi qo'pib nima bo'lding deysan qavasan. Men nima bo'lgandek turma. Men sana deb qo'yay. Sening vaqo shu aldig'ining 2 tal puling va shu. Men bir yerim kishida kelib nima bo'lding mesop sen jiqishib deb tanqidligini kelganmidim meni. Sen alsang o shu puling Kullanmaz mı? Sen canlanmaz mı? Ay gözümden yok ya. Kopu. Davut. G'ayrat pek set oldu. Bak mesop kitibdi. Kardeş, Qo'pam bana. acıma ko'nglingizga ama. Bo'ldi Farida. Bu odatda bunda emasdi. Şu. Bo'ldilar. Men aytgilay. Kina g'ayrat pek set oldu. Ko'nglingizga acıma g'ayrat Yo'q, pek yo'q, set oldu. Ya xotoda ne varsa Çıtpırdı. Qo'ping'a. Qiliqning setligini. Ne var mı? Yani bir sorun var mı? Ben sorun bana soru rastlab qo'ydim men. Qo'ping'a. Asta qo'ping'a. Dutta çırağını koy. Maqa duttana o'chalimiz. Ben bana battım. Manga. Yiyip. Vay qo'ping'a İşte öttün abi Ya de. istemdim. Qo'ping'a. Ona bırtıkma işte öttün abi de. Menga jinim chiqishdi bo'ladi. Chiqaman mana. Nim bu? Yishilmidiqmi texe? Ne oldu? Bir yerim çekilip kalkatek duram da. Asal suyi. Bu da deysen boldu. Yeşilmedik mi, çekilip kaldık mı dep verdi. Aran otağlandı. Жаңа түштіксі болды.
Canğı tuşluk içmeyi nem boptu gep qila. İçemmegendikken da içmesek mi boladı onu? İçilmegen ekan. Shu ichganning ishi shu mana shu. Gap bulandan keyin o'shadan bearam bulab araq o'tagandi. Akşam aşında dedim men. Pul yok. Pulning hammani xotinning singlisiga berib atgan yo'qol. Ko'zamda yo'qol. Atkel. Voy yüzüm, voy yüzüm. Sana bak o. O'sha bir ish bo'p turdi. O shunchalar deb ketdim men. Yo'qol, bu mushta deb ketdim. Men tak azroq deb qo'ydim. Rasmiysindaymi ha? Bo'lmasa g'ayratni chaqirib kelaymi? Ay bo'ldiqlar, bo'ldi. Qo'llaringizni olchang, chalchang qilib zadi. Voy. Bek ashuretse bir ishni sen. G'ayrat xafa bo'lib ketmaganda, ha? Xapamam-da. O'ngda ish qilib. O'ngda? Ha? Men bo'lsam xapalayman? Chop-chong odamni qo'llaringizni u yoqqa, bu yoqqa qilib silkib yursangiz xapalaydi shu. Chop, hojat. Sat shopda. Nim deb qolgandi bu. Voy yüzüm. Ha bo'ldi, gapni deyishmaylar bo'ldi. Mayli o'zim telefon qilib uzr xalq so'rab qo'yaman. Men chiroyli qilib qo'yam. Maqli. Men mangaya. Men maqdi be. Voy. Ha, G'ayratmi? Qanday adash ahvol, yaxshimi? Adash akşam bak saat shopda. Men bak xijlab ketparman. Shunga kechib azroq vaqtini chiqargan bo'lsang, bir choy ichgach paranglatsa qopti ekan. Ha? Ha, mayli. Ha, uy kelsang bo'ldi. Undan olsa men uy saqlayman dash. Maqli, men uy saqlaymiz. Xo'sh. Davud adaş, sen mi qiziq ekansan? Men hamma gapni oblikimdan anladim. Shu gapni menga udilla desang bo'lmamdi deyman. Adash, men seni obdan bilaman. Sana mı ciddi pul lazım olmagan bolsa, onda mı demeydin? Biroq aqzvalma o'zimizning qizdek digna. Ularning oilasidami qiyinchilik sal ig'irroq. Hozir qandayroq o'tiqning ahvoli? Hozir yaxshi ekan. Operatsiyadami nayt yaxshi chiqdi deydi. Shu bu ishim tuyuqsiz bo'ldi eding ha. Hanim bo'lsa operatsiyani vaqtida qilg'ashqa hozir ahvoli yaxshi. Yaxshi bo'lib qolgan bo'lsa obdan bo'pti. Bunda kunni hech qaysimiz beshimizga kelmaydi deyamaymiz. Sizlarmi naq joyida, dal vaqtida as qaytibsizlar. Lekin shu sening oldingda xijilib qoldim-da. Voy, nimaga xijilulsa adash? Sen bilan biz bir ya tunigun tanishqa odamlardan bo'lmasak. Manda qiyinchilik bo'lsa adash, manda ishda deysa. Endi boshqa og'ayni boladan qarz olib, mening pulimni qaytarib beraman deganing qanday gap endi u? Hamda qarasam hamda sana ciddi pul lazım bo'lib qolgandek qiladi shun hamda ashla bo'lib qoldi. Menga jiddiligi rost jiddiy lozimdi. Lekin manda joniga taqashqidek darajada jiddiy emas. Qandayli bo'lsin, tuquningning operatsiyasi muvaffaqiyatli bo'pti. Mushuna bilan bir saqib ketsin. Navoda bundan keyin yana mushunda bir pul lozim bo'ldiga ishlab qolsa, men qarab turmayman juma. Bo'ldi. Rahmat adash. Rahmat. Foto. Qolgan pulni chiqa. Qaysi pul? Uyda bir 100 ming koy pul bor dedik-na adash. Ilk vaqtda doktorxonaga jiddiy lazım deb 50 ming koyni bergan. Endi yana bir jiddiy ahvol bo'lib qolsa deb qo'yib qo'ygan.
Endi Peridaninki qaynsinglisinin Ürümchida bizden başka hiç qanday urug' tuqqanlari yo'q adash. Endi operatsiyami muvaffaqiyatli bo'pti. Shunga sen de mavi 50 ming koy pulni ishlatib tursang, qilib qolganni yana men bir amalni qilib bir qaytarsam adash. Adaş, men bu ishni oydinlashtirib o'time deb kelib, bu qarzni söylaganda ko'p qoldim-ku. Yo'q, unda emas. Davud raskapni qildi. Hozir ahvolimi yaxshi danga. Biz mana shu bir tuyuqsiz yana bir ish bo'lib qolsa deb azroq pulni neri qilib qo'ygandik. Shu az ko'may ishlatib turing. Sizning bu sodingizga ta'sir etib qolmasin, ha? Shu. Mayli. Ma pulni olsam olay. Endi bu pul menga rost jiddiy lozimdi. Bir yangi do'konninki bezaydigan ishlar bo'pti, shuni ishlatmoqchidim. U do'konni baldiroq bezayotmasam ijorasi yana menga yurdigan gapkan. Shu. Shuning lozim bo'lib qolgan. Sening oldingda xijlab qoldim da adash. Qolgan 50 ming ko'yni adash. Aldiratmayman. Mayli qachon bo'laverdi. Yilning oxiriga surilib kelsam hech qisi yo'q adash. Men aldiratmayman. Ammo lekin boshqalardan qarz so'rab yurganingni uqib qolsam men xafa bo'lib qolaman, Juma. Lekin sening oldingda sal xijlab qoldim. Yo'q. Unutib qolmasang bo'ldi. Qachon bir qo'lingga pul kirgan vaqtda adash, men yiliq pulni deb basangli bo'ldi, Juma. Adash qanday unutib qolgan oldi unutmaymiz. Bo'ldi, rahmat sana. Emisi, men pulni oldim. Bizning